Yana bana en ta'sir qilgan bir voqelik endi. Ko'ngil xo'shlik bilan va hech qanday manfaat ko'zlanmasdan qilingan ish eng zavqliq, eng xushalliq, eng muvaffaqiyatli ish bo'ladi endi. Buningki eng tipik misoli ben bu Dilmurat Kuzuyup akamizningki Almutida mech selayotganligini bir qancha oydan beri shuni bilan mashg'ul bo'layotganligini anglagandim. Eng oxiri o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bu mechit Sultanqo'rg'on mahallasidagi Ali Muhammad masjidi. Buni bu Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin 90-yillarning beshida, yani 94-95-yillari Dilmurat akamizningki dadasi Pir Muhammad Hacim şu mechitni sağgan endi. Şu mechitni hozir Dilmurat akam kengaytib, her tarafdan 4 tarafdan kengaytib, cho'ng shaklda, zamonaviy shaklda aynan silib etibdi. Endi Dilmurat akam şu bütün vücudu bilan atdigan soat 7da berib, kech soat 7gacha aynan qo'lda gurjak tutib aynan ishlab etibdi-da endi. Endi buni bu ko'ngil xo'shligi manfaat ko'zlanmasdan ko'ngil xo'shlik bilan qilingan eng natijalik, eng g'alabalik ish deb shuningga misol keltirib o'tgan bir ishda bu. Chunki bu kishiningki bütün chiqimni o'zi qilyotdi zaten. O'zi boshliqlik, o'zi planlaqlik, o'zi besh turib ishlaylik, bütün iqtisodni o'zi chiqiriglik. Buning bilan bir pul topaman, manfaat ko'zlayman degan mumkin emas, aqlig'im kelmaydi anda ish. Zaten o'zining ehtiyoji yo'q, o'zining yetarlik boshida ama. Endi buni bilan bir obro'yimni ko'tarib, 100 topay, obro'y topay deyishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Chunki buning burun 10 dona mechitni selaqlar. Naydi bütün shu Uyg'urlarning, musulmonlarningki, bular bu Qozog'iston xalqininki shu manfaati uchun nurg'un ishlarni hisobsiz nurg'un ishlarni qilganlar. Endi mushundaq bir odamningki mushu qilayotgan mushu ishanda haqiqiy mushu ko'ngil xo'shlik bilan o'z ixtiyori bilan manfaat ko'zlamasdan qilingan muvaffaqiyatli ishlarning biri deb shunda o'ylayman-da. Agar masalan har qanday bir ish ko'ngil xo'shligidan chiqib ketib biror manfaatga bog'lanib qolgan vaqtda o iş vazifaga aylanib qolgan. Vazifaga aylanib qolgan ish zavqni o'ltirdi. Zavq bo'lmaydi vazifaga aylangan ishda. Undaq ish oxiri g'alaba qilolmaydi. Buningga bir qancha misol bor masalan. Bu Misrning yozuvchisi Anas Mansurninki Shayton va aqida degan bir maqolasi bor-da, shuni men o'quvchilik vaqtimda 90-yillar o'qigandim. Unda deydi, bir mahallede ayda bir yağaç varken, daraxt varken, o daraxtga kishilar kelib aydağı dua tilaklerini, deb aydağı yiplarni, latlarni, binasini isib qo'ygan hamma yerda bor ya bu. Qozog'istondan bor, Turkiyadan bor, boshqa millatlardan borgan bunday ishlar. Ayda xurofotlicha, aydağı daraxtga ayda tilaklerini esib, daraxtdan tilaydi endi, tilaklarini tilaydi. Tilganga ashadagi mahalladagi mechitning imomi yaxshi odamkan, o xalqqa deytgan, anda qilmanglar. Allah'ı şirk keltirganlik bo'ldi, durust emas. O daraxt bermaydi, Allah beradi, Allah'dan tilagan desa o xalq unumayotgan. Yani barka şey insonlar bag'andan bir kuni paldini elib chiqib, men bu daraxtni kesib tutqadim deb kaskin mengvasa, shayton bir shu sifatli bir odamning suratiga kirib, oldin to'sib ekan. Hey, nima ish qilyapsiz? Men daraxtni kesib o'tdim. Daraxtni sen kesemeysen, bütün xalq qarshi chiqib, seni qo'g'layotdi. İmamlıqdan mı evatdi seni? Yani qo'g'layotsin. Men Allohdan qo'rqma, insonlar menga rizq beradi. Nima qilsin? Kesima buni. Degandikin, yo'q, sen buni kessang, xalqni bilib-atsa, xalqqa ziyon yetkazsa, xalq seni yomon ko'rayotgan bo'lib qoldi, xalq seni hurmatlamaydi, xalq seni iyaga biyaga chaqirmaydi. Hech kimga ehtiyojim yo'q, chaqirmasa mayli, kesima buni. Deytken o şeytan qat'iy bu adamni qoyil qilolmaydi ekanda. Qoyil qilolmagandan keyin shuni o şeytan kelib, "Emis sen bilan mishadi ikkimiz buda chelishayli.
Qasimizni yengib olsak, shuning gipi bo'lsin deytgan. Maqdab aşı çelişitken. Çelişkandan keyin bu adam imam şeytanni besib oldi ekan, şeytanni yengib oldi ekan. Şeytanning ustida turib, "Ha, ko'rdingmi? Seni yang demayna. Endi men daraxtni kesima. Buningki qat'iy oldimga chiqqich bo'lma." Desa, şeytan deytgan, "Qara, men sana samimiy nasihat qilay. Daraxtni kessang sana nima foyda bo'ldi? Nima foyda bo'ldi? Unikidan sana qaytib ketgan hozir har kuni sening yostiqingga 2 oltin qap qo'yayman. Her ettiğin 2 altını alırsa, namazını okugan, uyqusunu nima qilsa, xalqqa qarshilashib, xalqning achchig'ini keltirib degandan o'ylab baqib, shunda qilsam bo'lamaydi. Shunda qilma. Shunda qilsam men sana shu har kun oltin qap qo'yman degan. Ma'qulda bir qancha kungacha, hatto bir oygacha har kun yostiqqa qarasa 2 oltin, har kun ettigani qarasa 2 oltin. Bu imom xotirjam turibganda, xo'shliqda. Bir kun qarasa bu yo'q. Oltin qo'ymabdi. Ati qap qo'ya belki bugun vaqti yetmagan bo'lsa, yo unutib qolgan bo'lsa, atisimi yo'q. O'g'ini endi qap qo'ya deb, ya'ni 3 kun kutib baqsa, yo'q oltin. Shuni uni achchig'i kelib, oltinni bermabdi bu. Meni aldabdi bu odam deb. Uni shaytonlik uqmaydi endi bu odam deydi uni. Shuni bilan bir keskili yana shu mengapti. Menga daraxtni tuyga borganda, odam yana oldiga chiqibdi. "Hey, nima ish qilyapsan?" "Kesima daraxtni. Sen kesmeydiğin boğan kodusun. Kesmeydiğin boğan ama sen o altını toxtattın, bəmidin. Yani bunun altın bəmeymez ama yok hem de altın. Kesmeyse keskil koymayma degan. Yo'q, kesiman deyotgan. Shunda da ikkisi yana tutishitgan, ikkisi chelishitgan. Chelishgandan keyin muhaqqatan shayton bu imomni besibdi. Shayton imomni besibdi. U imomning ustida turib, "Ha, qandoq? Yangdim meni seni, daraxtni kesmaysa" degan keyin u imom deyotgan, "Hey shayton, sen şeytan mı qanday adam bilmedim hem de. Sen ötkende ben seni yengib etkendim. Endi qanday qilib sen meni yengib olding? Degandan keyin "Sen uni deb beraymi? Ötkende sen aqidang uchun urushgan. Aqidang uchun urushganlik uchun aqidaning kuchi bilan meni besib olding. Hozir sen oltin uchun, dunyo manfaati uchun urushding, shuni men besib oldim" deb. Demak, ko'ngillik qilingan ishning oldiga hech nima yetmaydi. Hech qanday ish bundaq ko'ngilli qilgan ishni kechiktirmaydi, orqa qaytarolmaydi. Yana bir misol. Bir odam, qari bir odam, 70-80 yoshlik bir odam, kunda tushlikda mundaqalıqqa 1 soat uxlab oladi deganda, ish orlig'ida. Uxlasa, u mahallasidagi bolalar ko'nichilarni tip o'ynayotgan top yo'q endi, kambag'alchilikda top yo'q, bir ko'nichilarni topni o'nda ayna darang tip o'ynayotganda Nayt rahatsız qilgan. Uxlat qilmaydi ekan. U ko'nichilarni tapkil turgandan keyin buning ovozi bu odamni bek rahatsız qilgan. Shuni odam o'rnidan qo'pab qanday qilishim kerak deb endi o'ylandi ekanda. Qanday qilib mushu ballani meni rahatsız qilmaydigan qilma deb birinchi plan. Bir qo'g'lay qo'longa tayoqni olib, qo'lon bir qo'g'lasam qechib ketadi balki. Ammo qechib ketgan bilan u men bilan zidlashib texmi meni rahatsız qilishi mumkin. Undan keyin ikkinchi yo'l chiroyli gap qilib, "Bolalar, meni bir yashinib qolgan odam, men bir xulqul qo'yinglar, rahatsız qilmanglar, anda qilmanglar" desam, bu kuch yetmaydigan bir bovoy, nima qila oladi bizni deb gapimga pisand qilmay, texmi yana bizaq qildi. Uchinchi plan qanday qilishim kerak? Buningga bir taktika qo'llanay deb chiqib, "Bolalar, bek abda o'ynab berdinglar. Her günü bir şey kelib o'ylab beringlar, sizlarga men 5 so'm pul beraman" deb. Deganki, "Ha, ma'qul" debdi. Atisi kelib shunda qiziq o'ynabdi. Bu odam yana savr qilib yetibdi. Uning atisi yana ketdi bolalar. Kelgandan keyin, "Bolalarim, bugun pulim sal oz qolibdi, 2 so'm beray. O'ynayveringlar" degandan keyin da turib qolib, "Maylamda o'ynay" deb o'ynabdi. O'ynab 3-chi kuni ketdi bolalar. Kelgandan keyin, "Bolalar, endi sizlarga beradigan pulim yo'q. Pul yo'q. Oynasanglar, oynanglar, oynamasanglar, oynamanglar" degan keyin biz bakaga o'ynaymizmi? Bakaga tepmaymiz uni deb ketibdi. Shu ketgancha ikkinchi kelmabdi. Shuni bu odamni rahatsız qilmabdi. Bu qisida nima chiqdi? Ko'ngillik qilgan ishga bolaning manfaat aralashdi. Manfaat aralashgandan keyin bu manfaat alni ishni buzatdi. Keyin manfaatsiz qilmay qoldi. Shu pul bermagandan keyin qilmayman dedi. Buning foydasi bo'voy bo'ldi. Shunga har qanday bir ishni Hemen dikkat qilib anlanglar. Har qanday bir ishni ko'ngil xo'shallik bilan, manfaat ko'zlamasdan
Allah üçün qılsan, bu iş chuqum g'alaba qildi. Ammo bir ishqa manfaat aralashib qolgan vaqtida bu ishlar buzilib ketadi. Dunyoda nurg'un ishlar ayni boshini buzilib ketgan nurg'un ishlar bor. Alloh taolo hammamizni shu ko'ngil xushallik bilan birer manfaat ko'zlamasdan yaxshi xolis niyat bilan ish qilishga muvaffaq qilsin. Amin.